Bugun bizda yana bir mehmonimiz bor. Salomatlik mavzusida suhbatlashishimiz kerak. Studiyamizga neyroxirurg Orif Shodmonovni taklif etamiz. Marhamat. Keling. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat. Marhamat. Xush kelibsiz. To'y muborak bo'lsin. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Yaxshimisiz? Rahmat. Xizmatlar bilan. Xudoga shukr, yuribmiz. Salomatlik, biz ko'rsatuvni boshlayotganimizda Dilniyoz bilan salomatlik haqida gaplashdik. Chunki insonni salomatligi bo'lmasa, dunyoda borligi, mavjudligi va erishgan yutuq, shon sharafi ham tatimaydi. Shuning uchun salomatlik birlamchi. Endi demak, bugungi mavzuyimiz churralar haqida ekan. Grija deb odamlar biladi. Grijasi tez tushuniladi. O'zi atama bizda churra. Xo'sh, bu o'zi buni xastalik deb bo'ladimi yoki bu keyin paydo bo'ladigan qanaqadir yomon bo'lmagan o'simta deyiladimi? Qanaqa ta'riflash kerak o'zi churra? Endi bugun umurtqa churralari haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Chunki umurtqa churralari hozirda aholimiz orasida 25% uchraydi. Ya'ni bu 4 ta xalqimiz orasida 4 kishida bittasida. Har to'rtdan bittasi. To'rtdan bittasida bor. Bu churralarda endi kelib chiqish negizida asosan umurtqada qon aylanishi buzilishi va oziqlanishi buzilishi yotadi. Shunga moyil bo'lgan insonlarimiz bor xalqimiz orasida. Odatda o'sha ortiqcha vaznga ega bo'lgan, ko'p o'tiradigan, kam harakat odamlarda o'sha hisobiga, o'sha ko'p o'tirganlik hisobiga kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Shuning uchun ham bu kasallik shaharda o'sha qishloqlarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Chunki shaharlik aholimiz ko'proq o'sha ofisda ishlaganligi uchun umurtqada qon aylanishi buzilishi va buning natijasida osteoxondroz va dischurra yoki umurtqa kanal torayishlari shunaqa kasalliklar ko'proq uchraydi xalqimiz orasida. Moyillik degan demak siz aytgandek o'sha ortiqcha vazn va kam harakatlilik. Lekin bizni tanishlarimiz orasida nihoyatda ozg'in odamlarda ham bor. Bu qanday holat? Albatta, ozg'in odamlar orasida ham bu holat uchraydi. Sababi buni keltirib chiqaruvchi sabablar juda ham ko'p. Buni sanab sanoqqa yetib bo'lmaydi. Chunki zararli odatlar, chekishlar, spirt mahsulotlar iste'mol qilishi, umuman irsiy moyilliklar ham buning negizida yotadi-da. Shuning uchun ozg'in odamlarda ham, ko'p harakat qiladigan odamlarda, ba'zi odamlarda ham bu holat uchrab turadi. Endi churra paydo bo'lganligini odam qanday biladi, Orifjon? Birinchi belgisi nima bo'ladi? Masalan, belda, bo'g'imlarda mana shu suyak bo'yinlarda ham hatto bor bugungi kunda juda. Qanday bilish mumkin uni? Endi birinchi navbatda churra borligi og'riq beradi. Masalan, bo'yinda churra bo'lsa, umurtqasida, bo'yin umurtqalarida churra bo'lsa, qo'lga og'riq beradi. Bel umurtqalarida bo'lsa, misol oyoqlarga og'riq beradi. Aynan tomir tortganga o'xshab oyoqni cho'zolmaydi. Bemorlarimiz shu kechqurun bilan oyoqni bukib yotadi og'riq kuchliligidan-da. Cho'zsa og'riq kuchayadi. Ba'zi bemorlarimiz bo'yinda grijalar juda kuchli og'riq bo'ladi. Bizni oldimizga kuchli og'riq bilan qo'lni tepaga ko'tarib keladi. Sababi qo'lni ko'targan payti og'riq kamayadi. Qo'lni pastga tushirsa, nervlar tortilganligi hisobiga og'riq kuchayadi. Shuning uchun biz uni hazillashib, qo'lingizni ko'tarib kelibsiz-da tepaga. O'sha taslim bo'libsiz-da deb shunaqa bir hazillashib aytamiz. Endi men demoqchi bo'lganimki, bir endi hamma joyda ko'chib yuradigan og'riqlar ham bor. Odam o'ziga ruhiyati bilan bog'liq yoki shamollash, tomirlar va hokazo. O'sha birinchi belgisi farqi degan mazmunda aytayman. Masalan, churra borligini o'sha oxir shu eng zamonaviy uskunalarda rentgenga tushib aniqlanadimi yoki shunda birinchi belgisi aniq bu churra deb aytish? Bemorda dastlab og'riq kuzatilsa, birdan xayoliga dischurrasi keladi. Bunday holatda biz tavsiya beramiz. Agar sizda og'riq kuzatilsa, belingizdan yoki oyog'ingizdan og'riq kuzatilsa, dastlab bir hafta davomida og'riq qoldiruvchilar iste'mol qilib, harakatni kamaytirib, issiq holatda umurtqani ushlab turish kerak. Agarda bir haftada og'riqlar o'tmaydigan holat bo'lsa, unda chuqurlashtiruvchi tekshiruv, ya'ni MRT tekshiruv tavsiya beriladi. MRTda biz ko'rishimiz mumkin, to'shni, ya'ni aniq tashxis qo'ya olamiz, o'sha umurtqada haqiqatan ham dischurrasi borligi va qaysi nervni o'sha bosib turganligini aniq bilishimiz mumkin va davolash taktikasini ham shunga qarab aniq ayta olamiz-da. Tushunarli. Endi mana shu churralar ob-havo bilan bog'liq qo'zg'alishi, og'riq berishi
degan tushuncha ham to'g'rimi yoki? To'g'ri, juda ham to'g'ri. Dish churrasi bor joyda odatda qon aylanish buzilishi bo'ladi. Chunki churra qon tomirlarini bosib turish hisobiga o'sha yerda o'sha sohada qon aylanishi buziladi va yallig'lanish rivojlanadi organizmda. Ayni o'sha joyda yallig'lanish rivojlanadi. Yallig'lanish rivojlangan joyda sovuqda yallig'lanish kuchayadi. Organizmga bildirib boshlaydi, og'riq kuchayadi sovuqda. Issiqda yallig'lanish foizi pasayadi. Yallig'lanish pasaygandan keyin og'riq ham o'z navbatida yengillashadi. Endi bugungi asrda salomatlik bilan bog'liq bo'lgan bir muammosi bu, mana shu churralar. Albatta. Endi erkaklar va ayollar hisobida ko'radigan bo'lsak, foiz darajasida kimda ko'proq uchraydi? Albatta, bu holat ayollarda ko'proq uchraydi. Sababi ayollarda tug'ruq jarayoni ketadi, bolani emizish jarayoni ketadi. Shuni hisobiga organizmda kalsiy, fosfor yetishmovchiliklari hisobiga suyak kasalliklari avj olishi mumkin. Ya'ni albatta, yana bir narsa, ayollarda muskullar zaif bo'lganligi uchun umurtqaga tushadigan yukni ko'proq umurtqaga oladi. Muskul bo'lsa, muskullar kuchli bo'lsa, umurtqa sohaladagi organizmga tushadigan yukni muskullar o'ziga oladi. Agarda muskullar zaif bo'lsa, u promoy diskka tushadi, yana. To'g'ri. Orifjon, mutaxassis sifatida mana hozir biz jonli efirda juda ko'pchilik ko'ryapti. Mana shu muammo bilan boshini qotirib yurganlar bor, salomatligi o'ylantirayotgan churrani muammo deb qaraydi. Qanaqadir tavsiyami shifokor sifatida yoki bir maslahatmi nimadir bera olasizmi? Oson, qulay, nima qilsin, nima qilish kerak? O'sha bemorlarimizdan ko'p beriladigan savollarga to'xtalib o'tmoqchiman. Hammaga qiziq, sababi keladi bemor, biz qachon bilamiz operatsiya qilish kerak yoki qilish kerak emas. Bu juda ham bu aktualniy savollar hisoblanadi-da. Qachon grija operatsiya qilinadi? Operatsiyadan keyin nima qilish kerak? Qachon grija operatsiya qilinadi? Grijalar juda ham kamdan kam operatsiya qilinadi. O'rtacha 100% deb oladigan bo'lsa, grija bilan kasallangan borsa 10% operatsiya qilinadi. Ya'ni 10 tadan bittasi operatsiya qilinadi. Operatsiyaga siz показания odatda konservativ lecheniya effekt bermasligi, oyoqlarning yoki qo'llarining og'riq bo'layotgan sohalardagi muskullarning ozishi, o'sha siydik ayru sistemalarida muammolar paydo bo'lishi, axlat chiqarish sistemasida muammo paydo bo'lishi, sezgining buzilishi, oyoqlarda harakatlarning buzilishi yoki juda kuchli og'riqlar o'sha jarrohlik muolajasiga sababchi hisoblanadi. Jarrohlik muolaja qilish kerak bo'ladi. Qolgan holatlarda o'sha dori-darmonlar bilan medikamentozli davolash kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda operatsiya qilib grijani olingandan keyin joyida o'sha spaykalar, ya'ni chandiqlanishlarni oldini olish uchun yoki qaytib grija bo'lmasligi uchun постоянно muntazam umurtqani uxut qilish kerak, ya'ni umurtqani shug'ullantirish kerak. Endi shuni aytib o'tmoqchi edimda, ko'pchilik jarrohlik amaliyotini o'tkazgandan keyin ham yana grija bo'lib qoldim deydi. Bu narsani olib tashlagandan keyin bu yo'qolmas ekanda degan savollar ham ko'pchilikda tug'iladi-da. Qon aylanish buzilishi davom etaversa, to'qimalar o'lishi davom etaversa, o'lgan to'qimalar yig'ilib albatta grija paydo bo'ladi. Turmush tarzini o'zgartirish kerakmi? Harakat. Deylik, nima tavsiya qilinishi mumkin? Churrasi bor odamlar shu kunlarda yurish kerakmi yo turnikka osilish kerakmi yo suzish kerakmi? Eng oddiy yo'llari. Bizda shifokor sifatida kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan ma'qulroq deb bilamiz. Shunday. Churra bo'lishini oldini olish kerak birinchi navbatda. Doimiy qat'iy rejim bilan yashash kerak. Ovqatlanish rejimi, qanday vaqtda, qayerda, qanaqa ovqatlanish kerak, qaysi vaqtda ovqatlanish kerak. Ortiqcha vazn yig'ishlarni oldini olish kerak. Ortiqcha vazn bo'lsa, uni yo'qotish kerak. Muntazam jismoniy mehnat, bel qorin muskullarini kuchaytiruvchi mashqlar, suzish mashqlari, bular hammasi asosiy grijani keltirib chiqaruvchi sababchilar, hammasini oldini oladi. Asab bilan bog'liq emasmi? Yo'q, asab bilan bog'liq emas. U hammasi asabni ham davolaydigan narsa, bu kundalik rejim hisoblanadi. Har qanday nevroz bilan kasallangan bemorlarimiz kundalik rejimga amal qilib yetsa, to'g'ri uxlasa, to'g'ri dam olsa, to'g'ri ovqatlansa, asabi ham tinchlanadi. Shu to'g'ri uxlash masalasi muammo bizda. Chunki tongida ko'pchilikning muammosi. Demak, baribir odam salomatligiga bee'tibor bo'lishga haqqi yo'q. Harakat. O'zi sog'lom bo'lay desang kam ye, tinch yashay desang kam de deydi. Endi biz kam deyishga haqqimiz yo'q. Ko'p deyishimiz kerak, biz gapirishimiz kerak.